so'rashga etingiz ruxsat. Assalomu alaykum, mehrdaryo ustozlar, mehribon murabbiylar, hurmatli akalar, opalar. Assalomu alaykum. Bugungi so'nggi qo'ng'iroq tadbiriga tashrif buyurgan aziz ota-onalar, qadrli maktabdosh do'stlar. Qo'limdan kelguncha aylab ta'rifim. Bitiruvchimizga qilib hurmatini taklif etmoqlikka berasiz ruxsat. Tasdik urib turing maktabdoshlarim. Davramizga bitiruvchilarimizni taklif qilamiz. Marhamat, tasdiklar ostida. Assalomu alaykum. Bugun yuragim ham quvon, ham shodlik bilan to'lgan, orzulari qanotida uchayotgan yoshlar, farzandi quvonchiga sherik bo'lib kelayotgan aziz ota-onalar. Hurmatli prezidentimiz dunyodagi sport qilmaydigan bir haqiqat bor. Har qanday mamlakat taraqqiyoti sog'lom va bilimli avlodga bog'liq. Shu bois yangi O'zbekistonni barpo etish yo'lida sog'lom, bilimli, vatanparvar yoshlarni tarbiyalash uchun barcha sharoitlarni yaratishimiz shart nazar olingan. So'zlarimiz zamirida yosh avlodning baxtli kelajagi yotadi. Assalom, ahli donishlar salom. Mehru ummon qalbi, quyoshlar salom. Qo'llarim ko'ksimizda, dermiz xush salom. Aziz ustozlarim, salom, assalom. Assalomu alaykum, qo'yimlar o'lkasi. Tarix tafsirning yo'q nihoyasi. Senga bag'ishlanur, muqaddas qo'shiq. Bu o'zbek elining o'z madhiyasi. Endi navbatni O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasiga bersak.
beri bölümlerimizi başlayanımız. Yani her bu deyinçemizde okuyulan yayınlar kaldı. Yani bugün sahnede görüntülerimiz 4. sınıf okuyucuları. 4. sınıf olanlarki okuyucularımız şiarımız kullanmışlardı. Hayır, 1. ustazı mevzuları sonunda terbiye. İsa'nın cevabı için bu mektebe gelip Allah'ımız ne yazışını, ne çizişini bilemediler, ne bir partada oturuşunu bilemediler. Ana hazır bu çıraylı gittiler, çıraylı bizden bulutturdular. Bu kişinin yazışını öğrenip, öyle atasına, anasına kömekçi bulup, anasına, akikesine kömekçi bulup, karışıp, okuşlu ücreti, kalavarsa, kişinin ülkelerini okuşlu yazışını ücretiye vallahi buldular. Çıraylı vallahi buldular. Daim yolunuz ak olsun. Ana şu 4. sınıfta bitiriyatımızla 5. sınıfa ötsek yetti bize de bir nefer okutuşu komediydi, bir ustaz komedi. Şimdi sizlere 10-15 nefer ustaz girerdi. Dersler mürekkep yaşadı. Ders meşruatlarını şu narsaga tayyor bo'lib turib, hamisha bir ana shu bugungi kayfiyatdagi, chiroyli kayfiyatdagi sizlarga tilab qolaman. Qalarsiz ota-onalar farzandlaringizga balki orzu-umidlaringiz bo'lsa, balki niyatlaringiz bo'lsa, barchasini bekam ko'z erishishiga, kelajakda ana shu turgan yigitlarimiz, qizlarimiz elimize, yurtimize xizmat qiladigan shu prezidentimiz aytgandek, ila yurtda faydası tegadigan bir yoshlar bo'lib yetishishini tilagi qarshimiz. O'zlaringizda havas qilib turgan farzandlaringizni ko'rishini ko'rib, sizlar hamisha shular yutuqlarni ko'rib, faxrlarni ko'rishlarini nasib qilsin. Ana shu tartib yakunlarida faxriyatlar bor, yutuqlari erishgan o'quvchilarimizning diplomlari bor. Qalarsangiz berda degan 1-sınıf o'quvchilarimizdan iştirak qilib turibdi. Bulardan teklif kılganımız şu bulavçına bir günde sonlu konular mektepli ahirli okuş günü. 3 ay tatile çıkıp gittiler. Kalarsa tatil devrinde bekar kaldırmasık maksadında bulanın boş vaktini mezmunu teşkil etmişim. Katartlı gerekler teşkil kılıyatımız mektebimizde. Sınıf rehberleri 1. derste sınıf saatinde düşüntürgen oluşları gerek. Kitaphanlık da gerekli, spor da gerekli, İngiliz dili, matematik da gerekli. 90 yıl devamında Katil Mektebi'nde faaliyet yürütüyor mektebimizde. Eskide dünyada kankanına var, tahta olsaydım o özge elde ya. Kıyasını sevdiğine sebep, akıl kıyasıydı bütün Asya. Beni çok seven Özbekistan'la bakarım cennetin gözünü okumak kurarım gibi. Beni çok seven Özbekistan'la sebep bana açık destektir. Ben de onun güzel sözlerden aldım ve takip kılamakına kalktım. Vatanlar mayli güllasin, bağ kursundan yürüyüp rızdıham amma yurtdan seni fakat koyduklarım çok sevgiye fayda olsa kesilmez. Dünyalarga erişmeyen, bağını söndürmeyen babaların yaprağını, İslam babam hasretken bayrağını, dünya uçuya büyük vatan Özbekistan. Bu dağlarda uğraylandır mamaların, kimsiniz korkmayan babaların ezmişsiniz. Mamaların dünya uçuya büyük vatan Özbekistan. Dünya senge haras yer tereşkendir, Özbek namın senge resim tereşkendir, bayrağımız gök gözler kamaşkendir, dünya uçuya büyük vatan Özbekistan. Kendir biliksiz, ama şu yetimler maksat severim.
quitte à devenir mégalo. Viens donc chaque nuit on est go. Allez, 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 laisse-moi entrer dans ta matrice, goûter à tes délices. Personne ne peut m'en dissuader. Allez, 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 je ferai tout pour t'accompagner. Quel amour je suis borné, je suis bien dans ma bulle. Allez, 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 tout est beau, tout est rose, tant que je l'impose.
geçer hayatım. Gülüm gülde yanadı, bir iltica fırladım. Bir günler kader oram, yolda geçer hayatım. Gülüm gülde yanadı, bir iltica fırladım. Bu dünyada yurttum, gülüm gülüm hayallar. Yağınca yağmadı, çıkardım şimaldan. Acır gülüm sevgilim, mevkaylarga girmaydi. Ketib qaysi ko'chadan, qaysi yo'ldan kelmaydi. Ko'zlaringni qadab qol, quyosh yanglaydi bunga. Kelgunimcha qarab qol, jo'nab ketgan yo'limga. Gullar oqshom chog'ida o'yga tolar yoshlar. Quyosh botgan tarafga qarab qolar yoshlar. Mehri mo'jizaviy Qur'on muallimi, madhini kuylasam bo'lmaydi ado, ta'rifi uyalmas Daston muallimi. Ey aziz muallim, talafingizni ta'riflash bizlarga kechmaydi oson. Birgina so'z aytay, sizga mos qilib, sizdirsiz dunyoda eng aziz inson. Muruvvat tilimizni siz yoritdingiz. Oq qora ranglarni siz tanitdingiz. Dunyoning borligin, har go'zalligin, boshimiz silobon siz o'rgatdingiz.
yetadi. Xolis niyatim hamroh nasib aylasa Alloh onam hoji qilaman otam hoji qilaman boyligiga sababim mehrim ko'nglim tarafim farzim qarzim sharafim onam hoji qilaman otam hoji qilaman jannat onam poyida otamning duoyida menga eng buyuk foyda onam hoji qilaman otam hoji qilaman onam mening jannatim kalitisiz otam mening yelkamda qanotimsiz onam mening jannatim kalitisiz otam mening yelkamda qanotimsiz mindirib Ka'bani aylantirib onam hoji qilaman otam hoji qilaman dunyodagi ishim shu bolalik xohishim shu eng shirin tashvishim shu onam hoji qilaman otam hoji qilaman jannat onam poyida otamning duoyida menga eng buyuk foyda onam hoji qilaman otam hoji qilaman onam mening jannatim kalitisiz otam mening yelkamda qanotimsiz onam mening jannatim kalitisiz otam mening yelkamda qanotimsiz shu o'y tark etmas meni bu fursat kutmas meni tavof qilib Makkani onam hoji qilaman otam hoji qilaman barcha g'amlardan kechib yelka qo'llarim quchib kaftida zamzam ichib onam hoji qilaman otam hoji qilaman onam mening jannatim kalitisiz otam mening yelkamda qanotimsiz onam mening jannatim kalitisiz otam mening yelkamda qanotimsiz Zahmet çekken ko'llari holsiz bu dunyoda jonidan aziz onangni ham bir eslab qo'ygin mansabingni boyib ketma nodon o'g'il bemahil bo'lma ishingni qo'y biroz shoshilma onangni ham bir eslab qo'ygin uyqu bilmay yo'ling poylagan seni ko'rsa kulib yayragan sendan faqat mehr istagan onangni ham bir eslab qo'ygin ayolingni ko'ngliga qara u ham ona qadrini bilgin mayli qizing sochini tara onangni ham bir eslab qo'ygin mehr istar mehringga ko'p zor o'z onangdan hech qilmagin or shukr qilgin yaxshiyamki bor onangni ham bir eslab qo'ygin kulish uchun sabab kerak izlamayman biror bahona
Sizni ko'rib tursam yetar bas. Baxtimga siz sog' bo'ling ona. O'ynash uchun qo'shiq kerak emas. Kerak emas quvnoq navolar. Qo'ying nima desa desin odamlar. Bitta alla ayting jonona. Nima kerak menga toj o'tab? Boylik baxtmi berolmas ona. Borligingiz o'zi menga baxt. Boshimdagi tojim siz ona. Tizzangizga boshimni qo'ysam, qo'lingizdan yetaklab yursam, yelkamga ko'tarib hajga borsam, Makkadoshim aziz siz ona. Endi yakunlovchi so'zni maktabimizning o'quv ishlari bo'yicha o'rinbosari Fatima Muhammadovga beriladi. Hayır birinci ustazım da tedbir oturttu. Hem mektep bilan xayrlashish ehtimoli bor bo'ladi. Sababi ular boshqa o'qishlarda, boshqa maktablarda, ixtisoslashtirilgan maktablarda davom ettirish mumkin. O'quvchilar 5 minut so'zlamayotib bo'ladimi? Xonbek, namunalik konkur va jamoat ishlarida faol ishtirok etganligi uchun birinchi sinf o'quvchisi Ozodova Ruxsona ushbu maqtovlar bilan taqdirlandi. Birinchi sinf keyingi o'quvchimiz o'zining a'lo baholarni namunalik konkur va jamoat ishtirok ushbu tashakkurnoma bilan taqdirlanadi. Keyingisi Hajiva Dinoraning onasi Hajiva Zulfiya ushbu tashakkurnoma bilan taqdirlanadi. Tamam. Keyingi o'quvchimiz Ozodova Ruxsonaning onasi Suvonova Jamila. Suvonova Jamila, tamam. Demek endi bu 4-chi keyingi o'quvchimiz 4-chi sinf o'quvchisi Farhodova Gulsira ushbu maqtovlar bilan taqdirlanadi. Demak, boshini o'qib o'tdim, yodlaringizda bo'lsa, a'lo o'qishi, namunalik xulqi va jamoat ishlarida faol ishtiroki uchun taqdirlanadi. 4-chi sinf o'quvchisi Qadamova Suluxo ushbu maqtovlar bilan taqdirlanadi. Keyingi o'quvchimiz 4-chi sinf o'quvchisi Qurolboyeva Gulsira ushbu maqtovlar bilan taqdirlanadi. 4-chi sinf o'quvchisi Baxtiyorov Anvarbek ushbu maqtovlar bilan taqdirlanadi. 4-chi sinf o'quvchisi Shakirova Diana ushbu maqtovlar bilan taqdirlanadi. 4-chi sinf o'quvchisi Qasmabediyev Navronbek ushbu maqtovlar bilan taqdirlanadi. 4-chi sinf o'quvchisi Sobir Sulaymon ushbu maqtovlar bilan taqdirlanadi. 4-chi sinf o'quvchisi Salayat Lazizbek ushbu maqtovlar bilan taqdirlanadi. 4-chi sinf o'quvchisi Sotiyon Usmonbek ushbu maqtovlar bilan taqdirlanadi. 4-chi sinf o'quvchisi Adam